Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz aniqmas integral tushunchasi. Aniqmas integral tushunchasiga biz qo'shimcha boshlang'ich funksiyasini ham kiritib o'tamiz. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral asosiy integrallar jadvali, aniqmas integralning xossalari va integrallash usullari. Nega bizga ma'lumki, biz funksiyaning hosilasi mavzusida shu berilgan funksiyani darajali, ko'rsatkichli, logaritmik, trigonometrik funksiyalarni integrallash, hosilalarini ko'rganmiz. Xuddi shunaqa katta ifat x funksiyamizda demak darajali funksiyaga teng bo'lsa, x darajasi n funksiyadan birinchi tartibli hosila olinsa, demak ifat x kichkina ifat x barobar katta ifat x ning hosilasi n ko'paytirilgan x darajasi n minus 1 ko'rinishidagi funksiya hosil bo'ladi. Bu funksiyalar o'zaro quyidagicha nomlanadi. Katta ifat x funksiya kichkina ifat x funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi. Katta ifat x funksiyaga ixtiyoriy o'zgarmas son s qo'shilganda ham uning kichkina ifat x funksiyasiga ta'sir qilmasligini e'tiborga olsak, kichkina ifat x funksiyaning boshlang'ich funksiyasi demak katta ifat x plus s ko'rinishida yozilishi mumkin ekan. Demak, kichkina ifat x'imiz n ko'paytirilgan x darajasi n minus 1, katta ifat x bu x darajasi n plus s ga teng bo'lar ekan. Misol, ifat x sinus x bo'lsa, katta ifat x funksiyamiz minus kosinus x plus s. Sabab bu katta ifat x funksiyadan hosil olganimizda shu sinus x funksiya kelib chiqadi. Haqiqatan hosilasini oladigan bo'lsak, minus kosinusdan sinus, s'dan o'zgarmaslik hosilasi 0 ga teng. Katta ifat x va kichkina ifat x funksiyalar a b kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lib, katta ifat x funksiyaning hosilasi mavjud bo'lsin deymiz va ta'rif beramiz. Agar barcha x tegishli a b oraliq uchun katta ifat x funksiyaning hosilasi kichkina ifat x tenglik o'rinli bo'lsa, u holda katta ifat x funksiya kichkina ifat x funksiyaning a b oraliqdagi boshlang'ich funksiyasi deyiladi. Teorema: agar katta f1x va katta f2x funksiyalar kichkina ifat x funksiyaning a b oraliqdagi boshlang'ich funksiyalari bo'lsa, u holda bu funksiyalar uchun katta ifat x va kichkina ifat x plus s munosabatlar o'rinli bo'ladi. Boshlang'ich funksiyaning ta'rif: boshlang'ich funksiyaning katta ifat x plus s umumiy ko'rinishi berilgan kichkina ifat x funksiyaning aniqmas integrali deyiladi. Kichkina ifat x funksiyaning aniqmas integrali quyidagi ko'rinishda yoziladi. Integral ifat x dx bu teng bo'ladi. Demak, mana shu integral ostidagi ifat x kichkina ifat x funksiyaning boshlang'ich funksiyasiga katta ifat x plus s ga teng bo'ladi. Agar differensial katta ifat x dx bo'yicha hosilasi barobar kichkina ifat x ga teng bo'lgani uchun birinchi formulani quyidagicha yozish mumkin ekan. Aniqmas integral kichkina ifat x dx barobar integral differensial katta ifat x dx. Katta ifat x aniqmas integralning xossalari. Demak, aniqmas integralning bir nechta xossalari bor, shularni ko'ramiz. Birinchi xossasi biror funksiyani differensialini aniqmas integrali shu funksiya bilan o'zgarmas sonning yig'indisiga teng. Demak, integral differensial katta ifat x barobar katta ifat x plus s ni o'ziga teng bo'ladi. Ikkinchi xossasi aniqmas integralning differensiali yoki hosilasi integral ostidagi ifodaga yoki funksiyaga tengdir. Differensial aniqmas integral ifat x dx barobar integral ostidagi funksiya ifat x ga teng yoki ifat x dx ning aniqmas integrali demak kichkina ifat x ga integral ostidagi funksiyaga tengdir. Uchinchi xossa o'zgarmas ko'paytuvchi a sonini integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin. Integral aniqmas integral a ko'paytirilgan ifat x dx, a ko'paytirilgan aniqmas integral ifat x dx. A bu yerda faqat 0 dan farqli bo'lishi kerak. Chekli sonda keng xossa chekli sondagi funksiyalarning algebra yig'indisidan olingan aniqmas integral shu funksiyalarning har biridan olingan aniqmas integrallarga ning algebrak yig'indisiga teng. Aniqmas integral f1x plus f2x plus f3x va hokazo plus fnx
dx, bunda aniqmas integral f1x dx plus aniqmas integral f2x dx plus aniqmas integral f3x dx plus va hokazo aniqmas integral fn x dx ko'rinishda bo'ladi. Integrallarni hisoblashda mana shu to'rtta xossasi. Demak, integrallarni hisoblashda keng foydalanadigan elementar funksiyalar uchun quyidagi asosiy integrallar jadvallarini keltiramiz. Birinchisi, darajali funksiyaning xos aniqmas integrali. Aniqmas integral x darajasi n dx. Demak, buni boshlang'ich funksiyasi suratida x darajasi n plus 1 daraja ko'rsatkichiga 1 qo'shiladi va shu funksiyaning daraja ko'rsatkichiga bo'lib qo'yiladi. X darajasi n plus 1, n plus taqsim n plus 1 plus c. N bu yerda sharti teng emas minus 1 ga. Integral dx taqsim kvadrat yuzasi x barobar 2 kvadrat yuzasi x plus c ga. Integral dx taqsim x kvadrat plus minus 1 taqsim x plus c ga. Yoki bo'lmasa aniqmas integral dx taqsim x natural logaritm modulchida x plus c ga. Ko'rsatkichli funksiya aniqmas integral a darajasi x dx, a darajasi x taqsim ln a plus c ga. Yoki bo'lmasa y darajasi x dx barobar y darajasi x plus c ga teng bo'ladi. Trigonometrik funksiyalardan aniqmas integral kosinus x dx sinus x plus c ga, aniqmas integral sinus x dx minus kosinus x plus c ga teng. Yoki aniqmas integral dx taqsim kosinus kvadrat x barobar tangens x plus c ga, yoki bo'lmasa aniqmas integral dx taqsim sinus kvadrat x minus kotangens x plus c ga. Tangenusning aniqmas integrali minus ln modulchida kosinus x plus c ga teng. Kotangenusning aniqmas integrali natural logaritm modulchida sinus x plus c ga teng. Integral dx taqsim kvadrat yuzasida a kvadrat minus x kvadrat. Bu arc sinus x taqsim a plus c ga. A bu yerda musbat. Integral dx taqsim kvadrat yuzasida a kvadrat plus x kvadrat barobar ln modulchida x plus kvadrat yuzasida a kvadrat plus x kvadrat plus c ga teng. Aniqmas integral dx taqsim x kvadrat minus a kvadrat 1 taqsim 2a ln modulchida x minus a taqsim x plus a plus c ga teng. A musbat. Kvadrat aniqmas integral dx taqsim x kvadrat plus a ning kvadrati barobar 1 taqsim a arctangens x taqsim a plus c. A 0 dan farqli. Aniqmas integral dx taqsim sinus x ln modulchida tangens x taqsim 2 plus c ga teng. Aniqmas integral dx taqsim kosinus x natural logaritm modulchida tangens x plus x taqsim 2 plus p taqsim 4 modulchida plus c ga teng bo'ladi. Shunga ba'zi bir misollarni ko'rib o'tsak bo'ladi. Masalan, bu yerda misollar berilgan. Quyidagi misollarni aniqmas integral xossalari va jadvallardan foydalanib integrallaning. Birinchisi aniqmas integral 4 x darajasi 5 dx barobar o'zgarmas sonini integral belgisidan tashqariga chiqaramiz. Integral x darajasi 5 dx